ratsiya aloqa vositasi bor. Har bir soatga ratsiyaga chiqib, undan vazn so'rab turadi. Bu yerda 150 ga yaqin kamerasi mavjud. Hozir bu chiqarib qo'yganmiz. Ichiga hozir hammasi integratsiya qilingan, qalqon tizimiga integratsiya qilingan. Shu yerda xizmat olib borayotgan xodimlarni nazorat qilish mumkin. Hududda bo'lgan barcha sayyohlarning oqimini, qera sayyohlar ko'p yig'ilayotganligi o'shanga qarab naratlarni o'sha yerda kuchaytirish masalasi ko'riladi. Masalan, Qo'ykalonda agar aholi sayyohlar ko'paygan payt o'sha yerda ratsiya orqali o'sha yerda ma'lumot markaziga xodimga xabar beriladi. Sayyohlar o'sha yerda ko'p yig'ilgan, o'sha yerda borib jamoat tartibini saqlab degan ma'noda. Hamkor tashkilotlar, Milliy gvardiya, PPS tashkilotlari hammasini radio aloqa vositasi orqali chaqiradi. Bu navbatchilik qismimiz. Kun yana bor o'sha ma'lumotlar markazida 4180 raqam qo'yilgan. Telefon qilib kun navbatchi ko'taradi. Qisqa raqam bor, agar Google'dan politsiya deb yozsangiz agar sayyohlar tomonidan imенно o'zimizning binomiz 4180 navbatchi raqami chiqaradi. Bular hammasi internet tarmoqlariga kiritib qo'yilgan.